Körmen dostlar, yaxşımısızlar? Körüvatqanыңlar Feyzgül Bekfeyzi, Noçigül, onundan Noç programması. Biz bugün programımızga hayatlık pəlləri doktori, felsefe mütəxəssisi, natiq, munavvar ayal, balı tərbiyələşdə muvaffaqiyət qazanğıcı Noçigül müəllimni alayda təklif qılıb. Noçigül müəllim, yaxşımısınız? Yaxşımısınız. Yaqinqi mezgillarda qaraydigan bolsaq, mushu torlarda balangizga vaqamang, balangizga vaqarab chaqirsangiz, mushu balangizningki psixik masalasini keltirib chiqarishingiz mumkin, balangizni o'ziga ishonmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin deydigan ana shunday maqolalar, filmlar avjab qoldi. Endi siz mushuga nisbatan qanday qaraysiz? Mushu hozir jamiyatimiz shundoq ishqanday taraqqiy qilyapti. Iqtisod ishyapti. Hozir balalarning qo'sqini to'xlab, kiyimini butun qilib cho'ng qildigan u zamonlardan o'tib ketdi. Mening mushu uzun yillik tadqiqot natijamga asoslanganda, balalarni yaramliq qilib chiqish uchun cho'qim balalar ma'naviy, jismoniy, ruhiy, psixik jihatlardan tam sog'lom yetilishi kerak. Balalarning mushu psixikasini sog'lom qilishda mushu negizlik rol o'ynaydigan yana biz ota-onalar, oila. Balamızın psixikasi qandaq bo'lganda sog'lom cho'ng bo'ldi. U cho'ng bo'lganda qandaq o'ziga ishonadigan, qo'rqmas, jur'atli cho'ng bo'ldi deganlar, buni biz ota-onalar kichikimizdan balalarga qalaymaqan vaqirmasligimiz. Balalarimizning shu psixikasiga hujum qilmasligimiz. Balamizning psixikasidagi o'ziga bo'lgan ishonchni biz bichit qilmasligimiz kerak. Shuning uchun mush balalar vaqirab, jaqirmaslik, ularni tillab qo'rqitmaslik eng muhim. Noçigül müəllim, bu vaqtda nəhayət yaxşı sözlər verdiniz. Endi mən bir ana, bəzi vaxtlar muş balamdan qılğan bəng başlıqları, muş gap anlamazlıqqa qarta özərimnin muş keyfiyyətini tez kontrol qılamaydigan vaxtlarım oldu. Endi sizin bir ana buluşduğunuz bilan muş balanızdınki şundaq bəng başlıqları, gap anlamazlıqlarına nisbətən özünüzün keyfiyyətini qanday kontrol qılısınız? Muş haqda sözlər versiniz. Mən kontrol qilishni o'ylamayman. Kontrol qiling demayman. Chunki İçimde ben onda vaqiraydigan bir ideya shakllanmaydi. Neymiş qilsangiz, men shu balamning telefon avazınız buldu, to'xtatib qo'y. To'xtatib qo'ying operatorlar. Voy, nima balam, nima? Ay ben sana dedim, voy men bir programlarga telefon qilmadim. Ha, nima deysan? Voy, adadan degan liltasmada so'rag'in ne? Men nima bilay? Tünöge yegan tayoqni unutib qolsanda, yana telefon qilib bu qilib bergansa, uyga berib park istib emas. Qilmayman. Qo'sh. Ama sual qaytib kelaydi, ama başlayın. Endi siz mush balanızın ba'zidagi mush bəng başlıqları, mush gap almaslıqlarına nisbatan özünüzün keyfiyyətini qanday kontrol qilasiz yoki qanday qilganda özünüzün keyfiyyətini kontrol qila olasiz? Ben de bu balının bəng başlıqqa qarata bir vaqirash degan ideya hargiz shakllanmaydi. Chunki ben bu balının sho'xligini o'zirladim ana shuni. Balalarning o'sib ketish jarayonidagi shu sho'xlik ularning o'sib yetishiga alohida yordam bo'ldi deb o'ylayman. Endi ekran oldida o'sha balalar vaqirab jaqirmaslik ügensem buldu, bal terbiyeleştin, bilimimni texmi takallaştırsam buldu degan anlar. Mening 98 yillik bal terbiyeleştiğim 10 türlük iş, balamızga vaqirmang temisidagi mushu darsligimni situasi bo'ladi.